Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. O'ng tarafdan qattiq bo'ron urishga boshladi. Odamlar tik turolmadi. O'mlab minish boshlandi. Muxtarbay odam qudratining ulug' ekanligini shu qitim ko'rdi. Odamlar ko'zlarini ochqili bo'lmaydigan shivirganda tamtilab, mudirishib ilgirilishadi. Birli qadam xato bosqanlari tikonga g'olashdi. At, eshaklarmi bundaq chaqda aql topa oladi ekan. Yo'l boshlig'ichining har bir izi ularning hayot yo'li. Hammajon hayotlik uchun to'g'ri qadam bosish kerak. Bu buyruqni hayvonlarimiz tushunib ijro qilishdi. Qari soqol boshliq qarigirni Muxtarbayga topshirib, "Chanto, atni sana tushkun, bo'lmasa kallang yo'q bo'ladi", dedi. "Sen deymisanmi shu?" dedi Muxtarbay ko'z yoshlarini ju bilan surtganicha otning cho'lvirini beliga ching bog'lab. "Mang joniverim, izimni besib mang." O'miligichilar muzdavandan eshib 42 palliga borib pastga yuzlandi. Endi yonpash bilan siyrilib tushish boshlangan edi. Yo'l boshlig'ichi oxir doim nazarchira qilinadigan ishboliq degan nom bilan to'nilgan tuzrak yerga tushib bir do'ngga chiqdi-da ikki qo'lqin tutib azon to'ladi. Maydonga ikki muhofizachi bilan qarsaqal boshliq ularga agishibla qargirni yetilab Muxtarbay tushdi. Qolgan odamlardan tek xabar yo'q edi. "Yaraysan Chanto", dedi qarsaqal jo'si bilan tüpsi muzga aylangan Muxtarbayni barmoqi bilan ko'rsatib. "Dadang muz, opang qar. Qara ot oqat bo'ldi, Majuniyning eti o'xshidi", dedi u oppoq qarg'a milangan, ammo quloqlarini shing taytib, huchidigan, tipirlab turgan qargirni zo'q bilan silab. "Sen Chanto, endi mush otni baqsan, bo'lamdi?" "Bo'ladi, Dotay. Dotay emas, Masiling degan. Ma'qul, Masiling." Muxtarbay Masilingning ot boqari bo'lib qoldi. Kechqurun Masilingning odam uloqlari davondan tushib bo'ldi. Nepis qar yoqqan bo'rondan xoli sayda bir necha yuz odam ot uloq paydo bo'ldi. Tungan askarlardan 76sining jasadi muz hanglari ichida qoldi. Ot uloqdan 112si ustidagi yuklar bilan izdiraksiz yo'qolgan. Ular kallarni so'yib, o'tin terib, o'tqalab nazar qilishga kirishdi. Muxtarbay yulg'un shivoqlarini terib, akilib olib, qargirni baqdi. Yayla qo'riqlaridagi muz qarlarni tozaladi. Uningdan chin qalbidan apu so'rab, qulqiga pichirladi. "Ben vaşıqayım san zulüm bo'ldi. Qashqolikning kelin deb shag'liqdamda tushmagan bo'lsam, mush bala yo'q edi. Isit jonverim, meni kechirgin ha." Shu kechasi tunganlar baynahisini bo'ladi. Malvaran, yemak-ichmak, oltin kumush, hatto bir necha chiroyli xotinni akilishdi. Tungan askarlar to'limi ko'ranglab, to'limi qiliqsizlashdi. Atsi baydan chiqib yerim yo'lda bir to'p yot askarlar bilan to'qinishdi. Ularni tungan, lekin xilsiyliklar ekan. G'o'ji tunganlari xildonliqlar edi. Ular nima talashidi ekan tan? Kechsi etishdi. Qarsaqal boshliq bilan bir necha tungan boshliq o'q tegib o'ldi. Bir necha yuz tungan xilsiyliklarga al bo'ldi. Muxtarbay endi Maxosan askarlarining otboqari bo'lib qoldi. Ular Aqsuda Gasoling kelguchi turishdi. Atsi Gasoling burti amdili xat tartgan harbiycha sarg'ush kiyim kiygan, beliga tasma pota bog'lagan tapancha asqan, qansharliq, qora qosh, qora ko'z, oq yuzlik chiroyli yigit necha ming askarga inchika to'limi soz ovozda bir nimalarni so'zladi. Bilqut xazinasi. Matachining deyishicha, u biz Shinsayni yo'qotishga ozliq qolgan. Ürümchining to'piliklarini egallab, rasa hujum qilib, 20 ming askari bilan Shinsayni g'o'latayli deganda, o'ruslar zambirak, minomyot tanklar bilan hujum qilib bizni ufbiratdi. Shinsayning qizil o'ngichiga taqalgan pichqimizni qo'limizdan tortib oldi degidek. Muxtarbay tushunmay matachidan, "O'ruslar nimish tungan bo'lishmay, Xanzuloq bo'lishudi",
deb so'radi matachi. Seriq soqol mangzi qizil odam Nemish qibulatdi? O'rismi, xanzumi, kafir emasmi? deb javob berdi. Tungan askarlari Aqsudan Qashqarga borguncha qaqas tog'larni yaqilab, yo'l-yo'lga bo'linib, cho'llarda qo'nib uchirganli yerda odamlarni bo'ladi. Muxtarbay etini minib qaytishning zodili yo'lini qila olmadi. Nadirli qilsa, uning miltiq tangliglik edi. U cho'llarda piyoda mangdi. Oyoqlari titilib, yalang oyoq qoldi. Qashqarga borguncha ocharchilik, usuzlik va yerish charchashning dardini horg'uchi tortdi. Necha qitim tayoq yedi, til angladi. Hayotida ko'rmagan xo'rliq, kamsitishlarni ko'rdi. Ular Qashqar shahriga kim bilandir so'qishib kirishdi. Kimlardir To'mir Sijangning kallasi deb bir odamning beshini xo'rjonga selib, Mahosanning oldiga qo'yishdi. Qanchilag'an Uyg'urlarni chapdi, otdi, tirik ko'mdi. Muxtarbay o'ylab baxmagan vahshiyliklarni ko'rdi. Ular Qashqardan heliqi Gosling deganni yo'lga soldi. U 20 otliq odam bilan nurg'un oltin ko'mishni elib, To'qqizoq degan bir yerdan qidliga taqqa qarab yurib ketdi. Mahosanning necha ming kishilik askari Qashqardan chiqib, Yakan, Yengisar, Poskam, Qog'iliq degan yerlarni bulab, odamlarni o'ltirib, tirik ko'mib, oxiri Goma degan kichkina shaharga kelib o'rinlashdi. Muxtarbay bu uzun cho'llarda qancha oy, qancha yil safar qilganini bilmaydi. U boshqa bir odamga, badanida bir talmi go'sht yo'q, bir necha kunda oralli bir qatim yuzini yuydigan, putlari qadoq, badallari pit sirki bilan to'lgan, kiyimlari jul-jul bir odamga aylandi. U qarigirning o'ruq, dumbis yig'ir, yayli shalang, quyruq qing'ir, tuyoqlari ufburgan, mönkigak bir qirchang'ga aylanganini o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. U etiningmi, o'ziningmi mush cho'llarda o'lib ketadiganligiga ishondi. Bu o'lim kunining keyinroq kelishi uchun bor kuchi bilan tirishdi. U o'limning bakmi oson va tez bo'lishini ko'zi bilan ko'rdi. Odam bo'yi qo'langan o'g'rilarga, putquli bog'langan, og'iz tengilgan odamlar tirik betib tashlandi. O'g'rilar to'pi bilan tindirildi. Qatar-qatar Uyg'ur yoshlari inson oyog'i bosmagan cho'llarda ashundoq halok bo'ldi. Ularning o'g'risini ko'lashga, ularni ko'mishga boshqalar bilan Muxtarbaymi kuch chiqardi. Uning shunda qilmay nima iloji? Ko'milsa o'zi ko'miladi. U ko'milsa qarigirni kim boqadi? Go'mi shahrida qancha vaqt turganini u bilmaydi. Bir kuni Mahosan qora burut, egiz qo'mondan "Men Kashmirga, ondan keyin Hindistonga ketaman. Men bilan 20 odam billi mangdi. Qolganlar hozirdan boshlab o'z jiniga o'ziga" dedi. Mahosan bo'lib talangan bayliqni yaramliq ot tugilarga ortib yo'lga chiqdi. Uning qarshi yetmayla to'pchang to'zitib askar besilgan mashinalar kelishga boshladi. Mashinalar shunchalik jiqki, Muxtarbay umrida bundoq jiq konka ko'rgan emas. U qarigirni elib, yong'oqliq boqqa mo'kishga oralni o'ldirdi. Etishish boshlandi. Tunganlarning o'lgini o'ldi, qochqini qochdi. Tutilganlari o'rislarning jazosiga uchradi. Tungan askar boshliqlaridan 40 odamning qo'li bog'liq. Puti tushaklik holdan shahar sirtida qumliq keltirildi. Ularning bo'yinlarini belakdan sal inchga bir tal sim bilan bir chigish qilib bog'lab qo'rishdi-da, simning ikki beshini ikki mashinaga bog'lab ikki yoqqa tortdi. Muxtarbay chashrab chiqqan ko'zlar, sangilgan tilla, hatto pishqan qo'g'indek uzilgan tungan boshlarini ko'rdi. Odamlar nimishqa bir-birini o'ltirishdi. Ular nima talashadi? Bularni Muxtarbay tushunmaydi. Mana shu chaqda Muxtarbayga qaytish fursati tug'ildi. U bir tungan bilan Go'mining bir yesiga chiqib oldi. Ular 3 atni shu yerda yarim yil midirlatmay baxtida bahor paslida o'z yurtiga qarab yo'lga chiqdi. Muxtarbay izdiraksiz yo'qolib 4 yil o'tgandan keyin kashkuzda hamma yerni g'azon qaplaganda tuyuqsizlar qarigirni o'ynatib mahallasida paydo bo'ldi. Mana endi qarigir zaratgarlikdan o'tlab yurmoqda. Muxtarbay Rayhonning qabrisini quchoqlab, baxudak uxlamoqda.
u bundaq to'piga melinib rohatlanib uxlashni ashu uzun jafoliq safarda o'rgangan. U hozir yana erka boy, lekin u jabri jafo sarguzashtlarga boy. Anglayotganinglar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. İri daryosi ajab keng, ajab go'zal deb o'ylaydim. Endi uning tarayotganligini, bulg'unayotganligini bildim. Bizning yerimizda ba'zida o'z egallariga o'rin tepilmaydi. Ona tuproqimizga har kuni necha yuzlagan, minglagan odamning qini to'kiladi. Acaba Shanxay ko'chalarida lukchaklik qilib yurganlardan Jiangjishi Junguni so'rganni oz deb, Shinsay kelib Xinjiangga do'ban bo'lib oldi. Ma Jungying, Jiang Peiyuan, Liu Winlong deganlar bizning yerimizga kelib xo'jayinlik talashdi. 3 milliondan jiq Uyg'ur va boshqa millatlarmi bor joydan yurt so'raydiganlar bado deb o'ylabmi qo'ymadi. Ey Uyg'ur, sen bir tinch o'tloqda o'tlayotgan qo'y. Sirtdan bo'ri kelsimi, eyiq kelsimi, kelganligi maxluqni o'zingga o'xshash qo'y deb o'ylaysan. Uni yaylaqda o'tlasin, yaylasin deysan. Uning qasdi o't cho'pda emas, senda. U seni ozuq qilmoqchi, o'tliqingni yo'qotmoqchi, sen buni bilmaysan. Bechora Xo'janiyaz hoji bo'ri bilan eyiqning oldimiga tushdi. Vahshiy hayvonni qo'y deb o'ylab, ularning uvusiga kirdi. Biz hozir uni xoin deb tillayotamiz. Qo'shoqlarga qattiq dehi. Bizdan chiqqan Nezarxon xo'ja chig'ida elining doti bo'lib oldi. Xo'janiyazni xoin desa, xoin deb tillaydigan bo'lib oldi. Turdaxunbaydan dotaylikni uningga elib berib, Turdaxunbay Sirajiddin baylarni xoin qilib turmaga solganiga bu xo'jam shuncha xushal bo'lamdigandi, ha? Olti buyuk siyosat degini qog'ozda eg'izil aytiladigan gapkan. Bo'lmasa olti buyuk siyosatning biri millatlar barobar bo'lish emasmidi? Qani u barobarlik? Huquq egallari tamoman xanzu. Ularni boqadiganlar biz xalq. Turmalarda o'layotgan, hamma joyda tutilayotganlarmi biz xalq. Hamma gunoh taranchida, yer terigan bug'doychida. Boshqa kelgan bu dardlarga hamonchida, hamonchida. Bu she'rni kim yozuvdi, ha? Nasuha Damullami. U kishini zig'ir paqilib tizilib o'qiydiganlarni o'rindiq ustalda o'ltirib o'qiydigan qilib qo'yganiga sen jadid deb dara bilan urib mangolmas qilib etishdi bizning chalamollalarimiz. Bechara Damullam oxiri g'o'jin tashlab chet elga yomonlab ketdi. Bizning odamlarimiz qachongacha yo'l izlaydikin tang? Shindobanga taynib baxt tepish yo'li. Sabit Damullaning yo'lini tutib Islom Jumhuriyati qurish yo'li. Sovet ittifoqiga taynib boylarni yo'qotib, kambag'allar davlati sotsializm qurish yo'li. Gomindani ag'dirib, Shinsayni yo'qotib, Yan'andagi Maozdonning askarlarini boshlab kelib, kambag'allarga hokimiyatni tutqizish yo'li. Nezarxon xo'jamning og'zidan Shindoban tushmaydi. Mollamlar Sabit Damullani maqtaydi. Xo'janiyaz hojini tillaydi. Mahmud Sijang degan kishining orzusini qiladi. Men-chi hozirgacha nemish o'zimdan sening tashabbusing nima deb so'rab baxmadim, ha? Shuncha kitoblarni o'qidim. Shuncha talash tartish munohizlarni angladim. Shuncha o'yladim, shuncha nafratlandim. Irodam kuchli. O'lishga qasamyod qildim. Hammani tilladim, hammadan nafratlandim, hammani yoqtirmadim, hammadan voz kechdim. Men nima qilmoqchi? Nimishqa bu savolga javob tayyorlamadim, ha? Nimishqa opamning o'limi, dadamning nohaq so'linishi, fikrlarimning xo'rlanishi bilan bo'lib qolaman, ha? Dadam shengan yomulda yog'a salasonning ichida naqsh etib o'ltiribdi. Cho'ng inim Muxtarbayning qo'ychisi, ikki kichik inim kichik dadamning uyida, singlim momamning yinida. Men bo'lsam bir sargardan, beshim qaygan, putim taygan yerda yuraman. Husanbayning zavodida ishlabmi baxtim. Bu yil qishliq ta'tilda Pelchixonga tushib bir oy madikor bo'lib, ko'mir uloqlar ustida dum yetib, dum qo'pib ishlab, xeyri pul tepib oldim. Fikrlarimni xush qiladigan bo'ldim. Vayronchilik. Dadam so'lanmagan bo'lsa-mu, bu kunlarni menga ko'rsatmas edi.
tuqqanlar yerni soat deyishidi. Yer dadamni. Dadamning boyligi bilan yaxshi kun ko'rsam, mening qasamlarim, va'dalarim bekor bo'lmamdi. Men eg'ir amgakka pishdim. Qo'llarim qadoqlashdi. Tapanlarım eyiqning tapinidek bo'ldi. Taş ustida uxlay olayman. 3 kun bir nima yemasam ko'zlarim to'rlashmaydi. Eng muhimi, tatar qizini burunqidek seg'inmaydigan bo'ldim. Bichara qiz hozir Toshkentga o'qishga ketdimikin yoki texnik gimnaziyada o'qiyotamdikin? Uning qaysar onasi qizining baxti uchun o'zini qurbon qilib nimaga erishar-ekan? Nuri taraqlab ketib bargan ishga ot qo'shilgan ko'tak harvida o'ltirib, bosh oxir yo'q xiyollar bilan birda o'zidan taxirlanib, birdan o'zini tillab, seg'inish, azob va hasrat, umid bilan to'lg'inib necha soatni o'tkazdi. Hamma yerni oppoq qor qoplagan, harva chaqidan chiqadigan g'ach-g'ach bargan siri kuchaymoqda. Quyosh tuman ichida to'nglab qolgandek, Ili daryosi yaqinlaridagi qo'yiq o'rmonlar qiytib qolgandek, nerdagi buyuk tog' qarag'aylarni quchoqlab uxlab qolgandek, go'yo dunyoda ishga ot qo'shilgan dehqon harvisini temir tortilgan ishki chaqa bilan qorliq, katonliq yo'lni g'ichirlatib ketib borgandek, Nuriga bu qish manzarasi zerikishlik va tanholik yig'ib turgan ko'ngilsizlik bilan to'lgandek tuyuldi. Uning hammani Munu qishnimi, qarnimi, avu muz ostida yotgan daryonimi, yomon yer deb ataladigan bu keng soyning tishyorliqlariga o'z elishgan qog'i qo'zg'ullanimi, chig'i tuvidan o'rkib chiqqan to'shqon va qor ustida iz qoldirib, o'zi g'oyib bo'lgan yov to'ng'izlarni tillig'isi keldi. Muzdidingmi, Nuri? Dedi harvaning doğğusiga jaynigi bilan taynib, oq piymi kiygan oyoqlarini sho'tidan sangiltib olgan, yumlari qo'pol chala aylangan, qirqilmagan qo'y terisidan jo'y shalvur, beshiga tashlanmagan teri quloqchi kiyib, o'zini qishning g'olib odami hisoblab olgan xushxuy dehqon unliq qilib. Av taqarda hadan kelib olgan maxmal chapanba, kiyval bo'lmasa. Yo'q, muzlimidim. Dedi quloqlari etishiyotgan, puti kuyishib, qattiq muzlayotgan bo'lsa-mu, bilindirmay putlarini harov pallariga tinimsiz holda urib ketayotgan Nuri chandirmasqa selib. Kechiga qolamizmi nima? Texiz vaqtamga kelmadi. Gurkiratmi yo'lning o'ttirisi, so'g'oqning kuchini tuzda ko'rasan, texi. To'li nochilik qilma deyman. Putingni ov qiltaqar bilan o'rib ol. Soğuk küçüyvatıdı. Qara, atlarının yayılını qırov basqılı turdu. Çaqmı qaltısıqı çırlavatıdı. Muzlamayman. Dedi Nuri xuddi o'ziga o'zi jang e'lon qilganda qattiq ovozda so'zlab. So'rov qattiq so'g'oqladimi beshiga bir chelak suv quyatgan degina? Kim o? Solonov degina. Junub yurmaydi ekan-da bizdek. Junub degina nimaga aytqa? Bilmem sana. Bilmayli qo'y. Eshakning quyruqini ko'tirib bu boqmabsan da. Nuri jimib qoldi. U harvikashni ichida tilladi. Yeyishni, uxlashni, oshni biladigan bu xalq degan nima? Uning dardi nima? Talabi nima? Millat degan nima? Uning holi qandoq deganlarni o'ylabmi qo'ymaydi. 3-4 milyon Uyg'urning 99,99'i mana shundaq. Shuning uchun bu xalqni boshqa millatlar boshqaradi. Ular boshqalar uchun ishlaydi. Shinbo bandak harbiy bilimi va kallis ishlaydigan odamdan bizda birisi bo'lsa-mu kashki. Lenin, Stalin, Maksim Gorkiylag'u 100 yildan chiqmaydi. Hech bo'lmasa Chapayevda qo'rqmas botirdan 5-6 bo'lsa-mu G'eni o'g'irni haqlar maqtaydi. Sodir palvondan qilishmaydi deyishidi. Uni chalib ko'rib qoldim. Dön Chopin degan yerga G'eni o'g'ir kapto deganni anglab, gimnaziyadan Tüpüdöngde yugurishib kelganimizni qaramamdigan. Savut, olim, Akbar, aziz bashimiz o'g'irni ko'rgili yugurishib kelsak, Dön Chopinning janguidisi bizni kirgizmadi. Chiqisha shumtaklar, urudu, chapudu, o'ltirdu deydi texek. Biz qo'rqib qoladigandek.
o'g'irni ko'rdik. Nimindaq og'iz yaman. Hey balla dis bo'lmamdi. Hey jalab xotinning balalari deb qichqardi bizni qorong bulingda aroq ichib etib. Qomatlik, cho'qir, oqsiriq bir odam ekan. Malximo odam qo'rqqidek surlik. Etichu texi talog'i chiqib otga minib, patqoq chashirtib, to'xo bozorda ot yugurtgunichu. U so'g'uq chidayolmadi. Putlari o'zining emasla, quliqi vijildab ko'ymoqda. Tizlarni ko'yishib, tili qiytib qolgandek gapga kelmaydi. To'xta Gaytka, men birdan tushib yuguray. Demedim-mi, tuzda onangni ko'rsan deb. Ha, rasmikan. Yo'q. Tek onamni ko'rmadim. Sendan boshqa hech kimni ko'rmadim. Otlaringni qamchila. Men otlaring bilan chepshiman. Harvikash tüp-tüz igiz tuzlarda otlarini qamchilab mangdi. Otlar o'kirang tashladi. Nuri bar kuch bilan yugurdi. Beshiga so'kni shapka, uchisiga ko'ni o'ri yoqliq terik chapan, putiga ko'ni ta'tur boshliq bajingir kiygan, kundan kuniga badan to'lib yetilib berayotgan 16 yoshdan 4 oy oshgan o'quvchi yigit dehqon otlari bilan tang yugurib uzun tuzni tugatdi. Dehqon oxir bala qayil bo'lib zo'q bilan nazar tashladi. Dadangdan eshib tushdikansan, Nuri. Dadang ziyak mahalning buqisi edi, lekin yaylani vaqti güzelmagan edi. Muhtarbaymu chichati yutarmikin desak, ozmon bo'lib qoldi. Dedi u, harvig'i sakrab chiqib olgan yigitga qo'pol dehqon tilida so'zlab. Sanjusan deganmi bizdek rap-raplarni bo'za qiladi. G'ani o'g'irni sanjusanda ko'nglakchan yugurgidak deydi. Jeli temir o'xshamamdi, ha? Shundaqda bo'lmasa turmaning temiri tirnoq bilan teshib qocha olaydim-ku, ha? Nuri qaqoqlab kuldi. Tirnoq bilan tam tashkil bo'ladimi? Bu bir mubolag'a. Bu nima deganing o'y, Nuri? Ko'p turma gap. Mundaqda qo'yni puylaganda puylab yo'g'natgan gap degin, ha? Ha. Naqsh aytmamsan, Gaytka. Esam aytdim-a. Mana tumshuq baytoqayg'imi kap qoldi. Bu mahalning chiroyli qizlari hayron qolsin. Bir aytay toza. O'ymin baytoqay sozi, o'rdakdan to'li g'ozi. Baytoqayda yarim ba, o'ltirdi uning nozi. Uning ovozi yuqori jarangliq edi. Mahalning itlari o'gizlardagi bedi samonlar orasida qarov besib yotgan yerlardan cho'chib, silkinib, ansiz qavashdi. Odamlar ho'ylanlardan chiqishib, og'zini buzib tillashdi. Gayet xirildab kuldi. Qandoq? Yig'irg'i tagdimmi? Yaraysan, dedi Nuri kulib. Hökumatning yig'irg'i tegadigan bir botir chiqsidi, hökumatning ishlari havshib, odamlar tillasa, jalrim yayrab ketadi-da. Nima deganing bu oy Nuri? Hökumat degan bir g'oljir et, xalq degan tamtalab mang'idigan bovoq. Hökumatga kimning chami yetidi ofka? Xalq degan daryo, bilamsan? 3-4 million xalq degan cho'ng daryo. Shandobanning 10-20 ming askari bor. Shinjongda 200 necha ming Hanzudimmi oran 10dan biri Shandobanni qo'llaydi. Xalq degan daryo, hukumat deganing axlat. Daryo axlatni eqitib ketadi. Biroq daryo to'nglab qolgan. Xalq qo'yg'unidi, to'ng eriydi. Zulm tig'i so'ngak yetdi. Necha ming, necha yuz ming begunoh odam o'ldirildi. Shandoban Jiang Kayshinning necha ming odamini o'ldirib bo'ldi. U amdi Zuriyeverib Sovet ittifoqiga qarshi chiqyapti. Uning Sovet kompartiyasiga a'zo bo'lganimi, Sovet ittifoqi bilan do'st bo'lg'imiz deganimi yolg'on. U bizni emas, butun junguni so'ramoqchi. Nimalarni da'vatsan o'y Nuri? Nadimi topgansan odam bilmaydigan bundoq jiq gaplarni, ha? Rasulov degan bir ustozim bor. U Sovetdan qochib kelgan, maxsus Shinjongni tadqiq qiladi. Bu nima degani? O'nkay odam tushunmaydigan gaplarni qildi-kansan, ha? Harva g'ijildab mahaliga kirdi. Nuri fikrlariga elib olgan bozorliq bo'plangan xaltasini ko'tarib, Harvadan sakrab tushdi-da, o'zining qo'rosiga yugurdi. Hech kim yo'q, dedi Harvakash Harvasdan tushib. Yo'q,
Bizninkini qo'l. Kav yeysan deyman, shekar kava. Fikrlarim bordu uyda, dedi Nuri g'amkin ovoz bilan. Kichkina turib malay bo'lib qolganini demamsan, bichara fikrlarim. Uning o'pkisi o'rildi. Mehribon onasini endi mangu ko'ra olmaydi. Uning onalik muhabbat chaqnab turadigan yaqinlik ovozini anglay olmaydi. Balalari bilan cheksiz faxrlanadigan, har qancha ish bo'lsin kulib turadigan dadasi uchun. U begunoh bog'landi. Tayoq edi, turmada yotmoqda. Nuri G'o'lji shahrining o'ttirsidagi shangan yomulga kirib dadasini ko'rdi. Ziyovuddin qarag'ay chanzlardan qilingan salosun ichida turib o'g'lini yengil shu kulkisi bilan kutib oldi. Dada, dedi Nuri buqildab yig'lab. Gunohsiz qamaldim. Nimishqa adolat yo'q bu jahonda. Mayli emasmi? Yig'lama. O'g'il bolami yig'lamdi. Fikrlaringni yig'lamasin. Kim yig'lasa shu dadangning bolasi emas. Dara bilan dara yig'lamaydi. Kichik ufqang bak nozuk. Umu aqllari bilan qo'y beqib etibdi daktehi. Dadasining turmada kulib turgan chiroyi uning ko'z oldiga keldida vujudi titradi. Hamma gunoh taranchida. Hamanchida. dedi u ishga oldi to'xtab. Dehqon bo'lishning o'zi gunoh ekan-da. Uyg'urlarning 90% gunohkor ekan-ku. Yar bo'lmas boshqalarga malay bo'lsan. Yering bo'lsa uning jafosini tortsan, dan to'ksan. Chöp to'laysan. To'lasangmi, to'limiding deb so'laydi tehi. U atrofidagi qor bilan chumkalgan uylarga qaradi. Tug'ilib o'sgan yezisi Xua oy yo'riqida o'zining qalbida g'amkin, so'g'in ko'rindi. Jimjit mahalla ig'ir uyquda. Bu yerning odamlari hayotdan go'yo oqnon, atgan choy, shirin uyqudan boshqani tilamaydi. Shangdobanning tarixini Rasulov uningga so'zlab berdi. 2 qatim Yaponiyada, 1 qatim Shanxayda harbiy maktabda o'qigan. U hukmron bo'lishni o'ylagan. O'qishimi, tirishib ishlashimi mush maqsad uchun bo'lgan. Bu o'yini ishga oshirish uchun boshqalarga yelingan, xo'rlangan, lekin yana butun aqlini ishga solib o'ziga yaxshilik qilgan. Hatto uni halokatdan qutqizgan odamlarga yuzsizlik qila olgan. Ming'an odamlar uning qo'li bilan o'lgan. Turibla mehribon, turibla xoin, turibla qotil bo'lish uning tabiatiga aylangan. U ajab cho'ng nimalarni talab qiladi ekan, bizning dehqonlarimiz muloyim hayvonlarga o'xshash yamdan boshqa narsani talab qilmaydi ekan. Mana, hozir butun yezi uyquda. Ular uchun uyqu bir lazzat. Ular hozir dunyoda nimalar bo'layotganini bilmaydi. Bilishni xohlamaydi. Ular uchun dunyo deganmi mushu yeza, mushu jimjit mahalla. Boylik, yer, baxt, tamoq bilan bola. Ili vodisida necha 10 ota yashagan yerlik taranchilarimi 1759-yildan keyin necha turkumga bo'linib, Xotan, Qashqar, Yakan, Oqsu, Kuchalardan jazolanib chiqqan taranchi bo'lib ketganlarmi? Hatto Turpan, Qumul oqsumaklarga agishib chiqib, bu yerning hukmroni yoki japokash dehqoni bo'lib qolgan taranchilarmi? Bayroqning nima desang, yer bilan qo'y deb javob beradi. Musabay sabr hojilarga opirin. Ular Uyg'urlarning hayotiga Yevropa sanoati bilan savdo ishlarining avrishkinlarini elib kirdi. Shahar Uyg'urlarning ko'zi ochilib, atrofiga qarashni o'rganib oldi. Lekin mening yezam, mening xalqim tehici ig'ir uyquda. Dadamning turmida yetibmi kulib turishi bekor emas. Shu yerdami u izlagan tamoq bilan uyqu bor emasmi? Navada u inson haqiqat uchun kurashguchi degan qonuniyatni bilib olgan bo'lsa-edi, kulmagan bo'lardi. Uning qalbiga nafrat to'lgan. Vujudida insoniy xo'rliqning volqonlari portlagan. U o'zini haqiqat uchun kurashguchi hisoblagan bo'lsa-edi, 17 yoshlik o'g'li yo'qlab kelganda, "Balam, insonning qadr-qimmati haqiqat izlashda. Haqiqat izda, uni top,
uni qo'ral qilib ishlat degan bo'ladi. Nuri g'urudan engishib hovlisiga kirib edi. Samonliqdan bir it yugurib chiqib, hovshimayli uningga o'rdab esildi. U xaltisi bilan itni urdi. Lekin it ikki oldi putini uning ikki murisiga elib, og'zini yo'g'on ichib, hozirda choyni yutadiganday xirqiradi. Nuri huduqib itning ikki quloqidan chang tutib oldi. It tipirlab, oldi putlari bilan uning yuzlarini tatilab, kayni putlari bilan hadab chirmoq salatdi. Shu chaqda pagaga beshini qo'yib yotgan qeri qonchiqmi havshib, elishayotganlarning yeniga keldi. Nuri bar ovozi bilan varqiradi. Dara! Dara! It to'limi qavul edi. Nuri tamga yo'lni olmagan bo'lsa, o'ngdisiga tushgan bo'ladi. U o'zini tutib oldi. Itning barliq quroli og'zi bilan tishi. Qurolni ishlatishga yo'l qo'ymasamla, meni hech narsa qila olmaydi deb o'yladi. U bu gapni dadasidan o'rganib olgan edi. U birinchi qatim dushman bilan elishmoqda. U yengilmasligi kerak. Quloqini qo'yib versamla, yengini shu. U Hasanbay zavodida Pelchixonda eg'ir amgak qilib yurib, yetildirgan qora kuchini ishqa silib, it bilan elishayotganda uyning eshigi ochilib, ko'rak joyi yepinchaqlab olgan biri chiqib varqiradi. Kim ondoy? Men Nuri. Qo'y boris. Isim ovozini anglab it g'ingshidi. Nuri uning quloqini qo'yivatdi. It lokuldab tonur beshiga, ondan keyin o'g'ziga chiqdi-da, cho'p ustida tugilib yotdi. Palvanim, yo'lbaris deyjangdingba? Deb qaqoqlab kuldi uydan chiqqan gavdilik odam. Qamag'ay, ishlaring meni tanimadi qo'y. O'g'rimikin deb qoldi qo'y. Jur, ne degan sovuq o. Qaydan kelajatirsin? Qaladan. Akangni ko'rdingba? Ko'rdim. Qala ekan ol palvon. Tavir jaqsi. Unda bo'ladi qo'y. Ular birda Uyg'urcha, birda qozoqcha so'zlashib uyga kirdi. Dalonga kirish bilan uningga yig'i yamashdi. Onasi oldiga yugurib keladigandek eshiklarga talmirdi. Uni qama saroyga boshlab edi. U Dara bilan Bara nada? deb so'radi. Qama oshxonni sharat qilib uxlayotdi dedi. Nuri inamlarini ko'rishga oldirab dalonga minvidi. Qama saroydan suv may bilan yanadigan qora chiroqni ochib uningga tutqazdi. Besharalar qo'ylarga cho'p chapdi, sirlarga alab atdi, jadu bilan otlarga bedi tuvardi. Jamog'ana kirib yotdi. Nuri oshxonaga kirdi. Kanda 3 inisi uxlayotdi. Dara kichik inisini bir bo'lib ketadigandek chin quchoqlab olgan. Ularning ustida to'nush chit yotgan. Dara terikkak, tirishchan inisi ularga dumbisini qilib, shatavar yotganni yepinib tugilib yotadi. Qozon beshidagi chaqmoq panjirga bolalar bu yil qog'ozni chaplamabdi. Yangilik bilan to'qimni terab qo'ygan ekan. Bir cheti o'chiq qolgan panjiradan zahardek ochiq sovuq kirmoqda. Mo'ri o'choqni kul besib turibdi. Maylashgan mo'ri beshiga qaysi uks yozdikin Nur Muhammad degan ismni kuya bilan yezib qo'yibdi. Anasi supqirlarini, qozon boshlarini seg'izlay bilan suvab sirlig'anda qilib yetadigan oshxona hozir to'nuqsiz holga ketdi. Pagada qon, qo'y qumloqlari, kigiz selinmagan dog' yerlar tilg'angan, qozon beshini to'pi bosgan, chinilar qop-qora qasmoq. U fikrlarining peshonalariga so'ydi. Boshlarini siladi. Kichik uksining beshiga 2 tal toz yarasi chiqqan. Balaning yuz bo'yinlari, qo'llari qop-qora kir. Putlari qo'tanda qo'yning putining o'zi. Uning o'pkisi o'rildi. Lekin o'zini tutib oldi. Yig'lash bilan nemish putidi? Dadamning bu gapi to'g'ri. O'g'il bola degan yig'lamaslik kerak. O'choq mantidan kaslangan o'tunlarni elib, mo'ri o'choqqa tizdi. Kunlarini yig'ib tozladi. Tuturuq selib, chiroq bilan o't tutashtirdi. Qattiq o'tin charaslab gurkirab yondi. U xushal bo'lib kulimsiradi.
küpdən qum çögüngə su elib, onu otqa qaqlab qoydu. Pəncirlərini himlədi, öyünü tazladı. Nur yeniği dastıxan selib, Qut xazinasi. Bazardan açıqqan girdə, samsa, tanga, şimişka, kəmpüt, pişik göçlərini yaydı. Çinlərini yuyub, çay dəmlətdə, apısdan miras qılğan pakizlik bilan öyünü sərəmcanlaşdırıb bulub, fıqıllarına elib çıqqan, kiyilgən bozma xeli çiraylıq kiyimlərini ayrım-ayrım qılıb tizdi. Həmmə tayyorluq bitgəndən keyin aval Bəranın apısığı tartqan çiraylıq burununu asta çimdidi. Bəra, tura saqam. Tushida aksini ko'rayotgan 14 yoshli qovul bola lappida ko'zini ochib xushalligida akasining bo'yniga esildi va "Dara, Hamro!" deb fikrlarini irg'itib birdamdil uyg'otdi. Ziyovuddin bilan Rayhongulning yolqinliq muhabbati yulduzlarni to'g'di. Muhabbat beg'ining bahor yozlari o'tib, zimiston qish qarovliq mazgili hur kirgan bu muborak uyda hayotning muhabbat maysillarini ko'rdi. İnsan taqdirining tug'ilish, yashash, yo'qolish, yana tug'ilish bilan davrlanadigan chambaraksimon musofasi bu oshxonada yana aks etdi. Balalar shunchalik shotlandiki, ular go'yo hayotning fojiasini ko'rmagan. İnsanlar orasidagi mangulik judolikdan go'yo ular bexabar. Ularning hamma nimasi tal. Ular hozir hech nimani orzu qilmaydi. Ular uchun baxt mana shu minutlar. Hey balalar, qalbinglar bahar qushlariga o'xshaydi. Bog'larda yeshil yaproqlar paydo bo'lsa, mangu g'azon pasti, zimiston pasti bo'lmaydi deb hayotni kuylaysizlar. Sizlar kepenaklarga o'xshaysizlar. Gullar echilsalar, dunyoning hamma yerida hamish shirna deb qanotlaringlarga baxt paytlaridan kuch berib, to'xtamay parvoz qilasizlar. Balalar kulkisi anglangan yer eng go'zal. Balalar shodligi hayot shodligi. Balalar baxti inson orzusi. Ular yeb ishib bir-birini quchoqlab, suv isitib yuyinib, tong otquchi shotlandi. Tong oldida uxlab qolishdi. Muxtarbayning molchisi Qama tatliq uxlayotgan balalarni ko'rib, attayalliq qo'ru ishlari, to'rt bo'z qo'yga o't chepish, kallarga saman berish, atlarni sug'urishga o'xshash ishlarni xotini bilan ikkisi qildi. To'rt o'g'il chiroyli kiyinib poyliga chiqqanda, o'ylida sansanchuvni yepinchaqlab olgan ularning xo'jayini dadasining bir navri aksi Muxtarbay supida kerilib turardi. Balalar uningga salom berishdi. Va alaykum. Ha, Nuri, cho'pchongni yigit bo'lib qopsan-ku. Ha, o'qib bo'ldingmi? Qo'yibotdimi? Qishliq ta'til oxirlashdi. Ta'tilda bir oy Pelchixonda ishladim. Qo'limga ozroq pul kirgan, fikrlarimni yo'qlab chiqishim. Och qoldik demaganda bular, ha? dedi Muxtarbay mehribonlik bilan. Bizningki turinglar desam, hargiz unumaydi bular. Kichik-kichigida aqllarini kinab kelib opdi. Fikrlaringdan xotirangni jam qil, Nuri. 6 balam 10 bo'ldi shu. Opang rahmati esil xotin edi. Anlagansan. Opangga momang 100 qo'y, 10 kala, 3 ot miras beribdi. Dadamga qolgan miras 5 bala bo'ldi. Opamga qolgan mirasmi shudu? Miras olmaymi, yashig'ili bo'ladi. Muxtarjon dada, dadamni pari berib bo'lsa-mu, qutuldirib olgan bo'lsa qandoq bo'la? Nezarxon xo'jam 9 taraning hokimligidan o'tay bo'lib o'sibdi. Xo'jam odil odam. Abdumarimning begining onasini ko'zi ko'ristidi. Shang yo'cho'ng dadallaringmi adipri berdi. Heliqida qilib xo'jamga bir arz yozgan Nuri. Nezarxon xo'jamni hamma odam xalqparvar odam deb maqtaydi. Lekin Rasulov Stalinchi qo'yib olgan yirik qora burtin silab turib, yaxshilikni bilmayman, lekin G'odiniyoz hojini hamma yerda xoin deb tillig'ini qarab, Shingdobanning koni ekan deb o'ylab qoldim degan ekan. Hamma ishda Rasulov va Rahimjon Sabir hojining tatar ustozi Amin Avzinning qarashlarini o'lcham qilishga odatlangan yosh yigit Bay cho'ng dadasiga o'z fikrini ochiqla dedi. Ba'zilar Nezarxon xo'jamni Shingdobanning sodiq odami deydi ekan. Demisimi u odam gimnaziyaga kelib doklat berdi. Doklatda Shingdobanni qaltis maqtab, olti buyuk siyosatni baxt akildigan siyosat dedi.
Şundaq demay qandaq qilatdi? Menmu 4 yil baxosanni maqtab oliy qo'mondan dahi dedim. El ochqancha. Jon boqmoq farz degan gap mushundaq yerga ishlanadi galva. Nuri jimib qoldi. U dadasining nohaq ziyonkashlik uchirganligini Nizarxon xo'jamga ma'lum qilish niyatiga keldi. U qishning bir kunini ukunlari bilan to'limi ko'ngillik o'tkazdi. Ular chana bilan qishloq damga tushib, singlisini yo'qladi. Momisi avval navralarini birma-bir so'yib quchoqladi. Qizini qo'shaqqa etib yig'ladi. Cho'ngda kichik dadalari ballarni qo'y so'yib mehmon qilishdi. Shangyolarning Ziyovuddinga qilgan yuzsizligini ayıplab, Nurining dada jamat boy tuqqanlarini qarg'ashdi. Kechdan uyga yonganda cho'ng dadasi ularga so'qim uchun 2 qo'y, un, yog', non to'qashlarini berdi. Balalar chana bilan qaqoqlashib kulishib, qorong'i tushganda mahallasiga qaytib chiqishdi. Kechda yana Muxtar boyning uyida mehmon bo'ldi. Nuri oqshimi uyini yaxshi isitib, ukunlarini mo'ri o'choqning cho'risiga o'ltirg'izib, ming bir kechidan cho'chak aytib berdi. Yarim kechada itlar qattiq qavashdi. O'ylada birlari dukurlashdi. Balalar qo'rqib bulunglarga mo'kishdi. Nuri qiziqib dalonga chiqib, panjaradan sirtqa qaradi. O'ylada tulki tumoq kiygan, to'limi gavdalik 2 odam qamo bilan gaplashib o'tadi. Nuri ularning yeniga chiqdi va salom berib, otlarini qo'lidan oldi. "O'g'ini o'g'ri!" deb Nuriga pichirladi. Qama beshiga tulki tumoq, uchisiga qisqa jo kiygan baslik odamni ko'rsatib. "Bo'rivoy ikkisi qechib ketdi. Ulan tutqli odam chiqqan ekan." Nuri chala bulul bir qatim ko'rgan G'ani o'g'rining nomini anglab xushal bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi